Ahsanallohu ilaykum. Qala Alloh sizni al-musannif yaxshilik bilan rahimahullahu ta'ala mukofotlasin, ustoz. babun minash Muallif shirki rahimahulloh isti'adatu aytadi: bihi wa illah. Allohdan boshqadan Qaulullahi panoh so'rash ta'ala shirk ekani va Alloh innahu taoloning kana insonlardan ba'zilari rijalun jinlarning minal ba'zilaridan insi panoh so'rar edi. ya'uduna Insonlar birijalin ulardan panoh so'ragani minal bois jinni jinlar haddan oshib, fazaduhum ularga qo'rquv va rahaqa. dahshatni yanada ziyoda Fazaduhum qildilar degan oyati rahaqa. haqidagi bob. وعن Havla خولة bint بنت Hakim حكيم Sulamiyya رضي الله roziyallohu عنها anhodan قالت rivoyat سمعت qilinadi. رسول الله صلى Rasululloh الله sallallohu عليه alayhi وسلم vasallamning يقول kim bir من نزل manzilga منزلا tushgandan keyin فقال أعوذ "A'uzu bi بكلمات الله kalimatillahi التامات من tammati شر min ما sharri ma خلق xalaq" desa, unga لم o'sha يضر manzildan jo'nab لم ketguncha hech narsa يضره zarar شيء حتى yetkazmaydi يرحل deganlarini من eshitganman. منزله Imom ذلك. Muslim رواه rivoyati. مسلم. نعم Ha, من الشرك Allohdan الاستعاذة boshqadan بغير panoh الله. so'rash shirkdandir. Chunki الاستعاذة panoh عبادة so'rash ibodatdir. ولا Faqat يستعاذ Alloh إلا بالله taolo qodir تبارك bo'ladigan وتعالى في الشيء narsada الذي لا يقدر Alloh عليه إلا taoloning الله. o'zidan panoh وعاب tilanadi الله xolos. تبارك وتعالى Shuning على uchun ham Alloh أولئك taolo القوم jinlarga الذين sig'inadigan كانوا o'sha يستعيذون qavmlarni بالجن أنه ayblagan. كان رجال من الإنس Insonlardan يعوذون ba'zilari jinlarning ba'zilaridan برجال panoh من so'rar الجن edi. فزادوهم Insonlar رهقا ulardan أي panoh إن الجن so'ragani bois زادوهم رهقا jinlar haddan لأنهم oshib رأوا ularga أنهم qo'rquv va يخافونهم dahshatni yanada وأنهم ziyoda يستعيذون qildilar. بهم Ya'ni فتسلطوا jinlar عليهم ularning فزادوهم tug'yonini ziyoda والعياذ qildilar. بالله. Chunki jinlar فحديث insonlarning خولة بنت o'zlaridan حكيم qo'rqishlarini va أن ulardan النبي صلى panoh الله عليه وسلم قال so'rashlarini من نزل عنده ko'rishdi. قال أعوذ Natijada بكلمات الله ularga التامات من ziyoda qilib الكافيات الشافيات hukmronlik qilishdi. Alloh الحافظات. asrasin. هذه Qavla bint الكلمات من Hakim الله rivoyat تبارك qilgan وتعالى من hadisdagi شر ما خلق لم Nabiy يضره sallallohu شيء. alayhi هنا vasallamning kim bir manzilga برجال من tushgandan keyin الجن "A'uzu فزادوهم bi رهقا أي إن kalimatillahi الجن زادوهم tammati رهقا min sharri ma لأنهم xalaq" رأوا desa أنهم degan يخافونهم so'zlariga kelsak, وأنهم يستعيذون بهم at-tammat so'zi فتسلطوا kifoya عليهم qiluvchi, زيادة shifo beruvchi, والعياذ بالله. himoya qiluvchi ma'nolarini وحديث خولة بنت anglatadi. Bu حكيم kalimalar أن Alloh النبي صلى الله عليه وسلم قال taolodandir. من نزل Min منه فقال sharri ma أعوذ xalaq بكلمات الله degani التامات u أي yaratgan الكافيات narsalarning الشافيات yomonligidan, الحافظات. ya'ni هذه Allohdan الكلمات panoh من الله so'raydi. تبارك Inson وتعالى من Allohning شر ما kalimalari خلق bilan ولم panoh يضره شيء. izlashi, ushbu يعني kalimalar uning يستعذ بالله. sifatlaridan bir sifati وكون الإنسان ekaniga يستعيذ dalolat qiladi. بكلمات الله Zero Allohning kalimalari مع أن Alloh الأصل jalla في va aloning الاستعاذة أنها بالله sifatlaridan bir وحده دل sifatidir. على أن هذه صفة Shunday من ekan, صفاته ushbu kalimalar orqali سبحانه panoh وتعالى so'rash joiz فكلمات الله bo'ldi. صفة Agar u من صفات kalima الله sifat جل bo'lsa, وعلا u holda فجاز Allohning الاستعاذة kalimalari بها إذا orqali هي panoh صفة. so'ragan kishi فالذي استعاذ haqiqatda بكلمات Allohdan الله panoh ففي so'ragan الحقيقة bo'ladi. استعاذ Xuddi u بالله. Allohning qudrati va izzati ila كما panoh تقول tilayman أعوذ degandek بعزة bo'ladi. الله Chunki وقدرته uning izzati va لأن qudrati عزته uning وقدرته صفات sifatlaridir. له Shunday سبحانه ekan, فهي Alloh استعاذة بالله subhanahu va taolodan سبحانه panoh so'rash وتعالى. bo'ladi. Ahsanallohu ilaykum. Alloh Fihi sizni yaxshilik masail. bilan Al-ula mukofotlasin. Bu tafsirul bobdagi ayah. muhim masalalar. الثانية Oyati كونه من karimaning الشرك. tafsiri. الأولى Allohdan boshqadan تفسير panoh الآية. so'rash shirk ekani. الثانية Bunga كونه من hadis bilan الشرك. dalil keltirilishi. الثالثة Chunki الاستدلال ulamolar على ushbu ذلك hadisni بالحديث بأن Allohning العلماء kalimalari مستدلوا به maxluqotlardan, على ya'ni أن yaratilgan كلمات الله narsalardan غير emasligiga مخلوقة. dalil qilib keltirganlar. قالوا لأن Ular chunki الاستعاذة maxluqdan panoh so'rash بالمخلوق shirkdir شرك. deyishgan. طبعا حسب Albatta الاستعاذة بالمخلوق إذا maxluqotlardan كان panoh في شيء so'rash لا يقدر shirkdir. عليه إلا Agar u الله. faqat Alloh qodir أما إذا bo'ladigan كانت narsada الاستعاذة bo'lsa. بالمخلوق في شيء Ammo لا يقدر عليه maxluqotlarga u هذا لا qodir بأس به. bo'ladigan narsada panoh كأن so'rash تعوذ joiz برب bo'ladi. ليحميك Masalan, من أناس sizga يريدون ozor إيذائك. yetkazmoqchi bo'lgan هذا لا odamlardan بأس sizni به. himoya والاستعاذة qilishi uchun امرأة بأم biror سلمة kishidan والاستعاذة yordam البطنية so'rashingiz بالرسول joiz. في Bunda شيء hech تقدر qanday عليه xato yo'q. هذا لا بأس Zero bir به. ayol Ummu Salama كأن تعوذ roziyallohu برب anhodan ليحميك yordam من so'ragan. أناس يريدون Shuningdek, إيذائك. Maxzumiyalik هذا ayol لا ham بأس به. Rasululloh sallallohu والاستعاذة alayhi امرأة بأم vasallamdan سلمة yordam والاستعاذة so'ragan. المخزومية بالرسول Xulosa shuki, صلى الله عليه istioza, وسلم. ya'ni قالوا yordam أن so'rash yolg'iz الاستعاذة Allohning إذا o'zigina كان في qodir شيء bo'ladigan لا narsada يقدر bo'lsa, عليه إلا الله u shirk هنا bo'ladi. تكون Shuningdek, شركا. o'liklar كما yoki الاستعاذة g'oyib بميت odamdan الغائب yordam كذلك so'rash ham تكون xuddi shunday شركا. shirk نعم. bo'ladi. الرابعة Ushbu duo فضيلة qisqa هذا bo'lishi bilan الدعاء birga مع uning اختصاره. fazli, ulug'ligi, الخامسة biror أن narsadan كون dunyoviy الشيء manfaat يحصل به hosil bo'lishi, منفعة دنيوية yomonlik daf من bo'lishi كسب yoki شوك foyda أو jalb جلب bo'lishi نفع لا uning shirk يدل على emasligiga أنه dalolat ليس من qilmaydi. الشرك.